qo'l oyoqlari qimirlab, bola yig'lab yotibdi, bola tirik. U hojatxona shunaqa endi simonlangan yangi hojatxona, biza simonni o'sha nima qilish iloji yo'q. Buzib olishga bolani. O'zimiz ham tushib ketamiz u yerga. Qandaydir bir yana nido keldi menga, chovla deyapti. Shunaqa bir bilmadim, nima desam bo'ladi sizlarga, bir tasavvufiy narsami yo Allohdan nimami? Bilmadim qanaqa, farishtalar nimasini bilmadim o'zimga. Menga qulog'imga kelib turibdi. Chovla olib keltiring, barak suzgichni olib keltiring. Men baqiryapman. Barak suzgich olib kelinglar menga, chovla olib kelinglar, chovlani olib kelinglar deb baqirib turman. Shunaqa olib kelishdi-da. Olib kelishdi. Bir marta soldim. Juda ham chuqurlikda bola. Yetmayapman. Qo'limni o'sha bo'ynimgacha kirib bordim hojatxonaning nimasiga. Olib chiqdim, yo'q. Endi o'tirib shunaqa, endi bilasizmi? Bir kitobda o'qigandim. Allohdan so'rasangiz, siz haqqoniy so'rasangiz sizga yordam beradi. Sizga shu so'ragan narsangiz ijobat bo'ladi deb. Endi o'sha hojatxonada o'tirib shunaqa narsalarni qo'yib bir iltijo qildim, qo'limni ko'tarib, Allohim shu bolani umri bor ekan, shu tushib ketmabdi hojatxonaga, axlatga tushib ketmabdi. Buni chiqarib olishimiz kerak. O'zing yordam ber, Allohim. Hech narsa yo'q yonimda, boshqa hech narsa yo'q. Ikkita qo'lim bo'sh, ichovla yonimda turibdi. Men nido qilib so'rab turibman Allohdan. Shu narsani aytib, shunday chovlani solsam, Allohim, bir farishtalarim Allohim yordam berdimi? Shunaqa bola chovlaga shunday o'tirib chiqib keldi. Bu bilasizmi, bu mo'jiza, o'zim ham kutmagan narsa. Shunaqa mo'jiza bo'ldiki, nima qilishimni bilmayman, shunchalik xursandlikdan, o chuqurlikdan menga qanaqa u bola kelib chovlaga qorni bilan yotgan bola shunday chovlaga o'tirib chiqdi. O'tkazib chiqib berdi, kichkina hali bola tug'ilgan norasida bola u. Shunaqa olib endi xursandchiligimdan bolani quchoqlab qarasam, shunday hammom bor ekan yaqinda. Bola axlatga tushmagan, lekin kindigini uzib borishgan. Shunday olib kirib hammomda baribir yuvib, kindiklarni obrobotka qilib, kesib, hammasini birinchi yordamni berib, ona bolani o'rab, raddumga sog'-salomat topshirdik. Bir insonni o'limdan olib qolsangiz, qutqarib qolsangiz, bilasizmi, sizda qanaqa nimalar bo'ladi? Buni so'z bilan ta'riflab bera olmayman sizlarga. Hipokrat qasamiga bizlar haqqoniy yondashdik desam ham bo'ladi. Bizning vazifamiz insonlarga yordam berish.